birinchi faktni boshlaymiz. Bu faktda Creeperni zajgalkada yoqsa bo'ladi. Bu fakt Creeperlar ko'p kelayotganda bittasini yoqib hammasini portlatish yoki do'stingizga prank qilayotganda kerak bo'ladi. Ikkinchi nomer. Ikkinchi fakt, ya'ni agar anvilni tushirmoqchi bo'lsangiz, tagiga fakel qo'yib qo'ysangiz, u parchalanib ketadi. Ya'ni uni kirkada agar sizda tosh kirka bo'lsa yoki uni erasangiz, shunaqa tez bo'ladi-da bu. Nasıl ko'rsam yana. Mana hozir anvilni olamiz. Mana bu foyda beradi ancha. Tez. Mana hatto bir blokda ham bo'ladi. Uchinchi nomer, ya'ni uchinchi faktimizga keldik. Bu faktda biz oyoq kiyim kiyish kerak, faqat ko'jali, keyin ikkita paqir muzni olib ketma-ket chiqib ketsa bo'ladi. Faqat men kreativdaman, o'shanga ozgina bo'lmayapti. O'zingizlar tushunasizlar, vijivaniyada qilsa bo'ladi. Hozir bo'ladi. Mana shunaqa qilib ko'tarib ketsa bo'ladi. Mana kreativ qilish juda qiyin ekan. Men o'zim vijivaniyada qilib ko'rganman, o'xshagan. O'xshamadi. Qilsanglar o'xshaydi, lekin men tushib ketdim. Yoki bunday qilib ketsanglar, muzdan lift qilsa bo'ladi. Hozir mana shuncha qilasizlar-da, xohlaganingizcha. Keyin past bossanglar pastga tushadi. Yoki o'zi ham sekin pastga tushib ketadi. Muzku pastga tushadi. Keyin tepaga ham chiqadi. Bemalol tepaga chiqishinglar mumkin. To'rtinchi nomerga ham yetib keldik. To'rtinchi fakt. Bu faktda biz mana bu buyumdan ham lift qilsak bo'ladi. Juda ham qulay lift bo'ladi. Faqat bular bittasi buzilsa, hammasi buzilib ketadi mana. Mana. Bu yer eksperiment uchun. Quramiz hozir tepasigacha chiqib olaylik, lekin tepaga yana bir blok. Bo'ldi, tepaga chiqdik. Mana shunaqa lift qilib chiqsanglar bo'ladi. Pastga tushmaykan. Mayli, pastga suv qo'yib qo'ysanglar shunday tushadi. Mana buni sakrasanglar suvga. Hozir yana chiqib ko'rsam, bunda ancha tez chiqasizlar. Suvda ham chiqsa bo'lardi. To'xtanglar-da, agar bitta blok qo'ysa-chi, tushsa bo'lmaydimi? Yo, tushmaykan. Balki ikkita blok qo'ysadi. Endi tushsa bo'ladi. Mana ikkita blokda tushsa ham bo'ladi. Xo'p, tugadi. Xo'p, 5-faktga ham yetib keldik. Bu faktda biz mana bu buyumni qo'ysak, keyin uni o'chirsak ham uni ustiga mana bunday go'shtlarni qo'ya olamiz. Mana tugadi. 6-nomer. 6-faktda biz TNTni ustiga anvilni qo'yib, uni faollashtirsak, ikkalasi teskari bo'lib qoladi. Buni bilarmidingiz? Keyin portlaydi. So'nggi va 7-nomer. Bu nomerda siz mana bu pechkani ichiga suvli gubkani qo'yib, keyin uni ostiga lava qo'yishingiz kerak. O'shanda hozir ko'rasizlar eksperimentni ham. Ustiga suvli gubka, tagiga lava paqir qo'yasizlar, keyin gubka suvsiz bo'lib o'tadi, paqir suvga